İşimizin devamı hürmetlik vatandaş. Bugün çislağa 2024 yıl 4. ayının 17. gün hepteki çarşamba. Bugünkü hepteki çarşamba şundak mı ya? Hatada vatam demeyi. Çarşamba 2 vatandaşı. Endiki mavzumundak. Yukarıda köydeki 4. ayının 14. günde 16. günü geçe Asya İşleri bir yardımcı devlet işlakatı ve Kretenberg Beijing'e ziyaret geldi. Vekille ümmü güne başlap. 4. ayının 16. günü ahırlaşıdı Beijing'deki sohbet. 4. ayının 16. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiye Ministeri Liloyet 18 aydan keyin tünce qatim Cumhuriyet Devlet Müdafiye Ministeri Dong Jun bilen sohbetleşti. Jaryanı yukarıda körüp ettik. Endiliksiz bunun qarayışda. Katrina Tay, Amerika Savdo Vekili Katrina Tay, yeni tamojni beji qo'yish qatorliq savdo vositalari orqali Cumhuriyet'in g'ayriy bozor egiligi siyosatiga va qiliqlarga qarshi turishga tayyorlandik. Mavzuli xabar 4. ayının 17. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar savdo vakili Katrina Tay. Bunu material topshirmasizlarga bunu vatandaşlar analizini tuvanda boshlaymiz. Katrina Tay 4. ayının 16. günü Avam Palata Mablag' Komitetini o'tkazilgan Prezident Joe Biden hukumatining 2024 yillik savdo kun tartiblariga munosabatlik guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari jumladan tamojni beji qo'yish harakati orqali hamda Jungoga qaratilgan 301 modda tamojni beji to'g'risidagi belgilamalari tekshirib moslashtirish qatorliq savdo vositalarini qo'llanib Jungoning g'ayri bozor egiligi siyosati va qiliqlarga qarshi turishga tayyorlandik. Demek Avam Palata guvohlik berish yig'inida mushu javobni berib Avam Palata a'zolariga guvohlik berganda mushundaq guvohlik berib o'tdi. Tayyorlandik. Jungoning g'ayri bozor egiligi siyosatiga va yana boshqa qiliqlarga qarshi turish uchun tayyorlandik. Katrina Tay yana mundaq ko'rsatdi. Mening ishxonam Jungo qaratgan tamojni bejini tekshirib dalillashga va tamomlashga yaqinlab keldi. Demak, hozirgi ish tekshiruvchisi savdo munosabatlari doirasidagi qonunga to'g'ri keladigan, kelmaydigan har qanday savdo faoliyatlarini tekshirdi. Hozir tekshirib ishxonam deydi Katrina Tay tamomlashga yaqinlab keldi. Demak, yaqinda e'lon qiladi degan gap. Katrina Tay haftaning 2. kuni o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. O'tmishdagi bir necha yillik tajribalarga asoslanib, yangi vositalarni qo'llanib, Amerikaning tayini bilish xarakterlik ojizligini tugatib, masalan, Amerika Jungo bozoriga tayinib oldi. Bu bozor g'ayriy bozor egiligidagi siyosatning kontrolligi ostidagi bozor. Lekin Amerika savdogarlari Jungo bozoriga tayinib oldi. Biz buni tugatamiz. Bu ojizlikni tugatamiz. Ve teximiz zor ta'minlash liniyasini rag'batlantirib ish qilish Amerika savdo vakili ishxonasining bu yillik, ya'ni 2024 yillik eng avval e'tibor berdigan vazifasidir. Bugun Jungoni qiynayotgan eng zo'r masala ta'minlash liniyasi. Chunki chet el savdogarlari mablag'ni chekindirdi, ta'minlash liniyasi tugadi degan gap. Amerikaning bu yerda ta'kidlayotganimi rag'batlantirish, qayta qurish, qayta ta'minlash liniyasi qurish, tashkillash, rag'batlantirish orqali biz buni vazifa qildik. 2024 yili mushu vazifani ijro qilamiz. Yangi 301 modda orqali harakat qilib, tamojni bejini tekshirib, amaliylashtirib, Jungoga qarshi turamiz. Katrina Tay Avam Palatasida guvohlikdan o'tganda mush so'zlarni qildi.
Cungo qaratqan Amerikanın sodi siyasi doğrusu toxtulup, Katrina Tay mundaq ko'rsatdi. Köp yıllardan beri Cungo tizginleşki uçurmağan gayri bazar egiligi siyaseti arqılıq Amerikanın nurg'un emgak rayonları ve iqtisad faaliyetlerini ziyanga uçurattı. Cümleden pulat tömür, alyumin, quyosh taxtisi ve elektrik maşina, halqılıq maddi sahalarda şundaq buzg'unchilik qildi. Amerika Sodi vekili Katrina Tay, Prezident Joe Biden'dan bu yıl 2. aydaki devlet siyaseti notqidagi mazmunlarni naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Bu navbatlik hukumat davomli botirlik bilan Junxo Xalq Jumhuriyati hukumatiga taqobil turdi. Bu yıl 2. ayda Prezident Joe Biden Devlet Meclisi'nin birleşmiş yığınında devlet siyaseti topşurdi. Şu devlet siyasetide muşu sözden kılgan edi. Bugün Katrina Tay Sodi vekili Prezident Joe Biden'ın sözü arqılıq guahlık beriş yığınıga guahlık bilen, delil bilen, ispat bilen cevap bergen gep etendir. Endi biz sizge analiz kılıp bakaylı muşini. Biz tünügünden başlap Amerika Cumhuriyeti münasebeti oturısı da hazır küçük yani bir davalgıç yüzbe deydik vatandaş. Bunun ceryanı kandak bir manda qarap bakaylı, birbirlep qarap bakaylı. Mesela bu yakından bir manın qarap durun. Yakından bir alaylı söz yap olduk sizlerge. Yaponiya, Amerika, Filipin müdafiə hemkarlığı. 4. ayının 9. günü, 10. günü, 11. günü Washington 3 devlet başlığı. Filipin Prezident Marcos, Yaponiya Veziri Fumio Kishida, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden. Bu keldimi bu albatta bevosita Jungoga qaratilgan deb tushunavering vatandosh. Balki dahshatli qaratildi degan gap. Chunki bu yerda Yaponiya Washingtonga keldi. Yaponiya Washington bilan birlashdi Tokyo. Mana mushu gapning o'zi Jungoga berilgan ajallik javob bo'ladi vatandosh. Ikkinchi siyasi büro azalarının chet ellerdeki mülki hazır bu torbetleriga yazmış şekilde mi kelip boldu hazır bu gap. Amerika Qo'shma Shtatlar istihbarat organları yakında Jungodagi siyasi büronun azaları 7 nefer. Yani daimi azaları 7 nefer. Azaları 300 neçe nefer. Anda 29 ülkenin sekreterleri. Tibet Uyg'uristanning gubernatorlari, Xitoy gubernatorlaridan tatib, hammasini chet ellarda amonat qo'ygan mablag'i zada qanchalik. Buni tekshirib, Amerika Qo'shma Shtatlari istihbarat organlari e'lon qilgan bo'ldi. Bu zarbi ichidagi ajallik zarba. Jungo Kompartiyasiga berilgan zarbi ichidagi ajallik zarba. Uchinchi Katrina Tay Sodi ticaret vasıtalarından paylanıp Jungo'nun gayri bazar siyaseti ve kılıklarına karıştırış, baş koyuş hazır sözüldü. 4. Rusiyaga beriyotgan yordamni Amerikaning bayqab qolishi. Bu ajallik zarba. Mesela bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken avval so'zlab, shu nutqda so'zlab bo'lgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Moliya ministri Janet Yellen xonim Beijingga berib, 7 kun ziyoratda bo'lib, eng hal qilib qo'ygan masala, sen Rossiyaga yordam beryapsan, Amerika qo'lini qo'yishtirib qarab o'ltiradigan davlat emas dedi. Bu ham dahshatli zarba vatandosh. Demek Amerika bunu bayqab qoldi degan gap. 5. Davlat mudofaa ministrlari o'rtasida o'tkazilgan jiddiy ekran suhbati. Hozir so'zildi. Shuningdan ko'rilish bo'ladiki, 4. ayning 14. kunidan Iroqni qo'ying. 4. ayning 14. kunidagi agar 5-ga so'zlaydigan bo'lsa, 4. ayning 3-dan boshlab Janet Yellen xonim Moliya ministrining Jungoni ziyorat qilishi, undan keyin 4. ayning 14. kun, 16. kuni yordamchi davlat ishlar kotibi Kritenbergni Jungoni ziyorat qilishi, onda 4. ayning 16. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishi. Buni unutib qolibdim. Rahmat Uyg'ur farzandlari.
Bunu unutup kaltırma. Uygur dostluk grupsunun kuruluşu. Bu bir kettima. Anandın 2 yılda andın 4. ayının 16. günü şu günde Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafaa Ministeri Lloyd Austin efendinin Cungu Devlet Müdafaa Ministeri Dungcun bilen ikran söhbeti ötközgenliği. Söhbet ötközgenliğiydi ki söhbet ötközgendiği ki saat yakın minut dakika ötmeyle Amerika Koşmuş Ştatları Deniz Armiyası 7. Skadron'un Çağrılık aeroplanı başta çıkma P-8 belgelik aeroplanının Tayvan boğuzudan uçup ötkenliği. Bu Cungun hayti eğer aladığı işler o vatandaş. Bek eğer aladığı işler. Çünkü bu kadın bu sohbet Beijing'e diplomatiya emeldarı süptedi yake memuri emeldarı süptedi, mülki emeldarı süptedi yetip bargan sohbetke. Kritenberg delmişinde sebep bilen bağdı o. Koygan mesele Tayvan meselesi sohbetleşti o. Endi o meselenin cereyanı kandak, sohbet cereyanı kandak buna malum. Endi Devlet Müdafaa Ministeri Lloyd Austin Cungu'nun Devlet Müdafaa Ministerliği sözleşkendi iş açık. İş aşkarı oldu. Cungu ne dedi? Tayvan meselesi bizim canıcan menfaatimizin içindeki canıcan menfaatimiz. Eğer biz Tibet'ni, Uyguristan'ı, müstemlik Uyguristan'ı canıcan menfaatimiz desek, Tayvan uladın mı şulanın içindeki en çunkur canıcan menfaatimiz demek o Cungu şimdi ama canıcan menfaatimiz, içindeki canıcan menfaatimiz. Demek sohbet bir normal. Şuna biz hulas çıkarımız ki 4-5 gün bir hafta içinde Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin vatırısıdaki sohbetler, fikirler, bayan sohbet, bayan namılarının hemmisinin yirikleşkendiğinden qarab, iki devletin münasibeti yani ciddi bir devreye kirip kaldı mı dep sual koymaz ötende.